Muborak Ramazon oyi kirib kelish munosabati bilan yurtimizning barcha hududlaridagi masjidlarda keng aholi ishtirokida taroveh namozlari ado etiladi. Joriy yilda ham butun respublika bo'ylab ushbu muborak ibodatlarda yurtdoshlarimiz va yurtimiz mehmonlarining keng ishtirok etishi kutilmoqda. Fuqarolarning osoyishtaligi va jamoat tartibini ta'minlash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan zarur tashkiliy va xavfsizlik choralari ko'rilishi belgilangan. Respublikamizning 2000 dan ortiq masjidlarida taroveh namozlari 18 fevral kuni soat 20:30 dan keyin o'qilishi rejalashtirilgan bo'lib, har kuni taxminan 1 millionga yaqin inson tashrif buyurishi kutilmoqda. Unda jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash uchun jami 20 ming nafarga yaqin ichki ishlar organlari, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'linmalari xodimi va harbiy xizmatchilari jalb etiladi. Masjidlar atrofi video kuzatuv kameralari bilan to'liq jihozlangan bo'lib, Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti monitoring va muvofiqlashtirish markaziga integratsiya qilingan. Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlashga respublika bo'ylab 2,5 mingga yaqin yo'l patrul xizmati xodimlari jalb etiladi. Hududiy hokimliklar bilan birgalikda bevosita avtomobil yo'llariga yondosh joylashgan masjidlar atrofidagi yo'llarda transport vositalarining harakati vaqtinchalik cheklash choralari ko'riladi. Masjidlarga kirish joylarida maxsus beton yoki metall to'siqlar o'rnatilib, 150 metr uzoqlikda alohida avtoturargohlar tashkil etiladi. Favqulodda holatlar yuzaga kelganda transport vositalarining evakuatsiyasini tashkil etish maqsadida obyektlar oldiga 200 dan ortiq maxsus texnikalar joylashtiriladi. Masjidlar atrof hududlarida tashkil etilgan avtoturargohlarda o'g'rilik jinoyatlari sodir etilishini oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari hamda jamoatchilik vakillaridan iborat guruhlar patrullik qiladi. Hurmatli yurtdoshlar, tartib qoidalariga rioya qilgan holda bir-birimizga hurmat va ehtirom ko'rsatib, muborak oyini munosib tarzda o'tkazish so'raladi. Ramazon oyi barchamizga tinchlik, baraka va ezgulik olib kelsin.